Mana shu hate qilib o'sish normaga aylanmoqda. Odamlarning yurishidan kosmetika, kosmetolog, fashionmi, ovqatmi, nima bo'lsa ham hate qilib Instagramga olib chiqasizlar, ommaga olib chiqasizlar, обсуждениyaga. Biz bir-birimizni trud bor-ku, trudimsa-da, даже bitta video olishga ham trudimsa-da, o'shani ham обесценивать qilyapsizlar. Это не норма. Bu bilasizlarmi, даже bizning kelajak avlodimizga ham, bolalarimizga hamchi mana shu hate qilib o'sish normaga aylanmoqda, lekin oxiri yaxshi bo'lmasligini hammamiz прекрасно bilamiz. Bizning xalq добротой, mehmondo'stligi bilan tanilgan, hozirgi ommaga olib chiqilayotgan kontentlar esa bilmayman qaysi xalqqa to'g'ri keladi, bizanikiga to'g'ri kelmaydi. Umuman bizning yosh avlodlarga norma bo'lib qolishi kerak emas, tarbiyasi buzilishi kerak emas. Поэтому hammamizda kontent olayotganimizda kontrol qilaylik nimani ommaga olib chiqayotganimizni. Birovni aybini oshkor qilish, Instagramga olib chiqib ommada обсуждение qilish katta gunoh. Представьте, savol javobi qiyin bo'ladi. Qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar bolalarimizga, kelajak avlodga o'rnak bo'ladigan ish qilishimiz kerak. Biz tarbiyani o'zimizdan boshlaymiz.